Sharqi Turkistonda Xitoyning Uyg'urlarni arzon emgak kuch qilib ishlatish siyosati davomlashmoqda. Qozoq xabarlari to'rining xabar qilishicha, Sharqi Turkistonda kishilarning Xitoylarning palay zavodida oylardan buyon $50 ishlab kelayotganligi oshkorlangan. Qo'l ishchi masalasida BBC'ga tafsili ma'lumot bergan Gulzira Ovulxon o'xshash bo'lmagan sohalarda ish qilinayotgan 100 minglagan qul ishchi borligini o'ttirg'a qo'ydi. Sharqi Turkistonda 5 bal yer tavradi. Xitoy yer tavrash to'ri markaziy Oqsuv viloyatida 5 bal yer tavrganligini e'lon qildi. Tavrash markazining cho'nqurligi 11 kilometr bo'lib, o'lgan yoki yaralanganlarning boy yo'qligi haqida ma'lumot berilmadi. Xitoyning oldingi qatordagi sanoat shirkatlarining foydasi bu yilning oldingi 9 oyida 2,1% tushdi. Bu vaqtda bayonot e'lon qilgan Xitoy doiralari tunji faslda o'tgan yilning o'xshash mezgiliga qaraganda 3,3%, ikkinchi faslda 1,9%, uchinchi faslda bo'lsa 1,8% tushish ko'rilganligini, tushish miqdorining fasllarga qarata tarqalganligini bildirdi. Shuning bilan birga davlat idorchiligidagi sanoat shirkatlarining foydasi o'tgan yilning o'xshash mezgiliga qaraganda 6,9% tushib 1,390 milliard bo'lgan. Xususiy shirkatlarning foydasi bo'lsa, tunji 9 oyda 5,4% tushib 1,260 milliard dollar bo'lgan. Hong Kongda yozning 5idan buyon davomlashayotgan namoyishlarda soqchilarning nomuvofiq shaklda zo'ravonlik vositalarini qo'llanishi namoyishchilar bilan soqchilar orasida to'qinish keltirib chiqadi. Soqchilarning zo'ravonlikqa qarshi faoliyat olib berayotgan namoyishchilar bilan vaziyatni kontrol qilish uchun kelgan soqchilar orasida to'qinish yuz berdi. Qaroqchi soqchilar deb namoyish to'g'lagan kishilarga daxl qilgan soqchilar ularni tarqitish uchun yosh oqquzish bombasi ishlatdi. Afg'oniston armiyasi Faryab o'lkasida 53 Taliban a'zosining o'ldirilganligini e'lon qildi. Afg'oniston armiyasi e'lon qilgan bayonotda tunugun kecha Faryab o'lkasiga qarashli 5 ton ko'p rayonda amonlik nuqtasiga hujum qilgan Talibanlarga qaytarma hujum qilganligi bildirildi. Necha soat davomlashgan to'qinishda oz deganda 53 nafar Talibanning o'ldirilganligi ta'kidlandi. Amerika prezidenti Donald Trump 27 oktyabr Daesh rahbari Abu Bakr al-Baghdadiyning o'lganligini rasmiy e'lon qildi. Trump Oqsaroyda naq maydondan tarqitilgan nuqtada al-Baghdadiyning Amerika armiyasi elib borgan harakatda o'ldirilganligini e'lon qildi. Baghdadiy xalifalikni e'lon qilgan 2014-yildan buyon nurg'un qitim o'lim xabari tarqalgan bo'lsa-mu, lekin har qitim asossiz bo'lib chiqqan edi. Rossiya mudofaa ministri Konashenko Daesh katvishi al-Baghdadiy qarta elib berilgan harakat haqidagi bayonotga gumoni nazarda qarg'anligini ta'kidladi va Idlibda elib berilgan harakat haqida yetarli ma'lumot yo'q dedi.